Tushda o'roq ko'rishning ta'birlari. Ibn Sirinning aytishicha, har kim tushda qo'lida o'roqi borligini ko'rsa, o'ziga mol hosil qiladigan biror asbob yasashiga dalil bo'ladi. Tushda o'rog'i yo'qolib qolganini ko'rsa, moliga nuqson yetishini bildiradi. Jobir Mag'ribiyning aytishicha, tushda oltindan yoki kumushdan qilingan o'rog'i borligini ko'rsa, harom moldan biror narsaga ega bo'lishini bildiradi. Tushda o'sha o'roq bilan birorta zarin narsani o'rayotganini ko'rsa, mol-u ne'mat topishiga dalildir. Erkakni maysa o'rayotganini tush ko'rish bu sizning hayotingizdagi muammo yoki vaziyatdan o'zingizni bezovta qilayotganingizni anglatadi. Maysa o'rayotgan odam bu muammoni hal qilish uchun zarur bo'lgan mashaqqatli mehnat va harakatni anglatadi. Siz o'zingizni biron bir muvaffaqiyatga erishayotganingizni his qilmasligingiz mumkin, lekin davom etishdan to'xtamang. Kimki tushda birovning maysasini o'rayotganini ko'rsa, kimgadir o'zi uchun qila olmaydigan biror narsani qilishini bildiradi. Bu shuningdek, vaziyatda foydali yoki kerakli tuyg'uni anglatishi ham mumkin. Tush ta'birlari bashorat emas, barcha narsani bilguvchi zot yagona Allohdir.